Onam yopgan issiq nonlarni sog'indim-da o'sha onlarni. Sizga bitta savol bor edi. Qanaqa savol? Savol topishmoq. Savol topishmoq? Hamma yoq savol bo'lib yotdi o'zi. Mayli. Qo'lsan ham quruq qolmagin. Nima topishmoq? Qani? Sizda 10 million pul bor edi. Menda-ya 10 million? Obbo. Ja yaxshi ish bo'lardi, zo'r bo'lardi. Qaniydi 10 million bo'lsa? Keyin xotiningiz telefon qilib qoldilar. Uxti. 5 million kerak deb. 5 million bilib qopti-da har doimgidek. Xo'sh. Keyin qaynonangiz qilib qoldilar. 5 million kerak deb. Unga ham 5 million kerak. Hammaga 5 million kerak. Xo'p, nima? Keyin ularga 5 milliondan bersangiz, Xo'p, o'zingizda nima qoladi? o'zimdami? 10 million bilan ikkita javobsiz qo'ng'iroq qoladi. Ularga shashvaram qolmaydi.